Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun biz raqamli savol tizimi, ya'ni raqamli metodni taqdim qilamiz. Bunda o'qituvchi dars jarayonini yanada o'sha qiziq qilishi yoki boshqa qulayliklarga ega bo'lish uchun ushbu metoddan foydalanishi mumkin. Bunda o'tgan safar buni chiqarganmiz, faqat kamchiliklar bor edi. Bugun xudo xolasa to'liq kamchiliklarsiz taqdim qilyapmiz. Bunda 3 ta darajada, qiyinlik darajadagi savollar bo'ladi: oson, o'rta, qiyin. Bunda talaba telefonidan kiradi yoki proyektorda ochib turadi o'qituvchi. Masalan, osonni tanlasa, demak, osonroq savol chiqadi va shunga qarab, demak, ball ko'rsatiladi. Mana rasmda ko'rib turibmiz. Men hozir buni ko'rsataman. Jonli tarzda yangi funksiyalar qo'shdik. Demak, mana admin panelga kiramiz. Birinchi savol qo'yish uchun, demak, buni parollangan. Mana admin panel, oddiygina savol qo'yish bo'limi. Bunda har xil savol qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, boshladik. Ochiq savol, masalan, savolni yozing. Masalan, O'zbekiston poytaxti. Masalan, javob Toshkent. Qiyinlik darajasi oson, to'g'rimi? Qo'shdik. Savol muvaffaqiyatli qo'shildi va mana yerga tushdi mana. Endi ikkinchi savolni qo'shamiz. Masalan, ko'p tanlovli desak, savolni yozing. Masalan, quyosh rangi qanaqa? Masalan, sariq. Mana 4 javobni bu yerdan belgilab qo'yamiz mana o'ng tarafda. Telefondan ham kiritsa bo'ladi buni, bemalol. O'qituvchining kompyuteri bo'lishi shart emas. Demak, ko'k, qizil. Va qo'yishdik. Yangi variant qo'yishib o'ribman, mayli. Demak, yashil deylik. Qo'yishni bo'saman. Barcha kamida ikkita variant kiriting, 4 javobni belgilang. Mana masalan, bu o'rtacha deylik. Qo'yishni bo'saman. Savol muvaffaqiyatli qo'shildi mana. Ikkinchisi, endi yana bitta savol qo'shamiz. Masalan, bo'sh joyni to'ldirish. Masalan, qanaqa? Birorta so'z tashlab ketasiz. Masalan, kompyuterda vaqtinchalik xotira turi. Mana bunaqa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Javob masalan, tezkor xotira. Qiyinlik darajasi masalan qiyin deylik. Qo'yishni bo'saman. Savol muvaffaqiyatli qo'shildi. Mana 3 xil savol qo'shdim. Juda ko'p boshqa savol turlarini ham qo'shsangiz bo'ladi. Endi buni ko'ramiz. Mana savol, demak, raqam savol tizimiga kiramiz. Masalan, Nurmuhammad boshlash. Mana 3 ta savol chiqdi. Telefondan ham bemalol kirib, proyektorda qo'yib tursangiz ham talaba tanlaydi. Bu yerda xohlagancha savol qo'yish mumkin. Masalan, birni bosdik. Mana O'zbekiston poytaxti. Toshkent. Yuborishni bossam, 10 ball oldingiz. Mana natija chiqyapti. Tushunarli? Endi ikkinchisida masalan, boshqa Javohir deb kiritamiz, boshlash. Masalan, ikkinchi savolni ko'ramiz. Quyosh rangi qanaqa mana? Bu xuddi testga o'xshash savol. Masalan, sariq. Yuborishni bosamiz, demak, noto'g'ri javob. Demak, biz boya xato belgilaganmiz. Mana 0 ball bo'ldi Javohir. Endi keyingisi, masalan, Bunyod deylik. Boshlashni bosamiz. Masalan, 3-savol. Kompyuterda vaqtinchalik xotira turi, mana bo'sh joy. Demak, javob tezkor xotira. Yuborishni bossam, demak 30 ball oldingiz. Demak, bu talaba o'quvchilarni baholashning juda bir sodda va qiziqarli yo'li desak bo'ladi. Masalan, yana bitta savol turi qo'shamiz. Matnni tasdiqlash masalan. Masalan, shu yerda nima yozilgan? Masalan, salom. Qiyinlik darajasi masalan o'rta. Qo'yishni bo'lsam ham muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi bunga boshqa savol kiritamiz. Masalan, Himmatov. Boshlashni bo'lsam ham mana yana yangi qo'shildi. 4 bo'lsam, mana shu yerda nima yozilgan? Masalan, bunda boshqacha savol qo'ysa bo'lar ekan, chunki bunda yuqoridagiday o'sha bo'sh savol turiga o'xshayapti. Demak, bu sal chalg'ituvchi ekan. 20 ball oldingiz mana. Boshqa savol turini ham qo'yib ko'raylik. Masalan,
To'g'ri, noto'g'ri. Masalan, yer tekismi. Javobni tanlang. Masalan, to'g'ri yoki noto'g'ri. Yer tekismi desa, ha desak, demak to'g'ri deb qo'ysak, qo'yishni bosaman. Bu yerda masalan qiyin desak, qo'yishni bosaman. Savol muvaffaqiyatli qo'yishildi. Bunga masalan olim deb qo'ysak, boshlash. Mana yangi savol turi. Demak, yer tekismi. To'g'ri, ha degan yuborishni bosamiz, demak 30 ball oldingiz. Demak, hozircha shunaqa metod. Buni to'liq telefondan ham foydalanish mumkin. Buni o'rnatib beramiz. Murojaat o'sha Telegram orqali bo'ladi. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.